Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugun telefonda doim uchraydigan masala, ya'ni asliq qilish masalasini hal qilishni o'rganamiz. Buning uchun qanday qilamiz degan chog'da, buning uchun eng avval tishliqchoqqa boramiz telefondan keyin. Tishliqchoq kelgandan keyin mana eng astiga tushgandan keyin qarasanglar, bu yerda gelishtiruvchi seçeneklari deb bir narsa bor. Ammo lekin telefoningda ko'rinmasligi mumkin birinchi qatimda. Shuning uchun qanday qilamiz degan chog'da, bu yerdan degan chog'da eng astidagi ya'ni nima telefon haqqında deganning kirgandan keyin buning ichidan yozilm bilgilari deganning kiramiz. Uning ichidan deganda kernel surimi deganni 4 qatim 1 2 sinab turib 3 4 yoki 5 qatim bosgandan keyin degan chog'da anadan keyin bizningki bu geliştirici seçenekleri degan bu tanlash anadan keyin paydo bo'ldi. Bu tanlash paydo bo'lgandan keyin anadan keyin astiga tushsanglar bu yerda nima bor degan chog'da mana qarasanglar chizim deydi. Xatni ko'rolmay kichik xatni chizim. Chizimning ichidagi degan chog'da qarasanglar bu yerda 3 tal animasyon bor. Ya'ni panjara animasyon, geçiş animasyon, animator süre deydigan o'sha 3 tal narsa. Buni o'zini degan chog'da hammasini aytib o'tamiz. Asli qanday mana ma'nodek asli olti mahsulotda ochiq turdi. Ochiq turdi. Endi sizlar buni degan chog'da bu yerga kirib hammani deganda birdan aytib o'tisizlar. Aytib o'tisizlar. Anandan keyin degan chog'da qarasanglar mana anandan keyin telefoningizga tizlab qolganini ko'ra olasizlar. Ma'qul shaklda. Şu an bugungi darsimiz mushayigichilik bo'ladi. Hammanglarga Allohga omonat.